Assalomu alaykum, xayrli kechamiga. Navbatdagi zakazimizda yengil chiqan modelimiz bo'ladi. Komplektida trimolda pufka ham mavjud. Trimolmizda shunaqa shkafli variant, oynali qilib ishlangan splashni. Shkaf skromniy oynasida variant qilingan hisobiga trimolga oyna ko'proq qo'yamiz va chester fason bo'ladi. Mexanizmlari 100% davotchik mexanizm. Kravatimizning yon taraflari ham polniy material, TD material qilingan. Bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Turchkamiz ham tortali variant, katta qilib ishlangan. Shkafimizga keladigan bo'lsak, ikkita yon tarafi polka bo'ladi. Bu yog'i uzun kiyimlarga mo'ljallangan veshilka. Bu yoq tarafini polseli bo'ladi, bu yog'i tortali qilib ishlangan ikkita tortmasi bor shkafida. Bu yog'i ham polka. Kravatimizda podъемный mexanizm.